Hurmatli obunachilar, assalomu alaykum hammaga. 2024-yilda salondan olingan, bilsangizlar may oylarida berdilar bu bezlik variantlarni. Bezlik qora svet avtomat korobka mashinamiz. Narxini ham sizlarga chiroyli narxda ko'rsatib beramiz. Mashinamiz 2023 bo'ladi. Bular 24 tek pasport bo'lmaydi, o'zi hammasi 23 tek pasport. Mashinamiz salondagi narxi 167 million 440 ming so'mga xarid qilganlar egalari. Plus nomer olganlar 4,5 million so'mga, balon qo'yganlar 28 balon. Keyin mashina benzinda, metan qo'yilmagan. Kraskasi kilometri garantiyada turibdilar. 39 ming kilometr yuribdi mashinamiz. Yana salon qismi ham merakkuratni, qora svet, bezlik varianti. Mashinamiz narxini ham bizlar ham sizlarga chiroyli narxda qo'yib beramiz. Arka taraflarini göstereyim. Hali metan qo'yilmagan mashina. Benzinda turibdi, zapas keladi. Xullas, mashinamiz kraskasi kilometri aytganimizning garantiya. Qora svet bo'ladi. Mashinamiz narxini keladigan bo'lsak, mashinamizning narxi 168 million so'm beramiz. 168 million so'm. Egalarning o'zlari ham 168 million so'm berib ketdi. Bizlar ham sizlarga 168 million so'm qo'yib berib turibmiz. Pryamoy egadan gap turibdi mashinamiz. Bemalol bog'lanaverasizlar. Hammangizni baraka xudo kutamiz. Avtokredit, barter har xil variantlarimiz bor. Avtokredit etib olaman desangizlar, avtokreditda mashinamiz 20 million so'm bilan chiqadi, xudo xolasa. Alik to'lovi 6 million so'm boradi. Bemalol kelaverasizlar. Hammangizni qo'sh ko'pir baraka avtoda kutamiz. Rahmat hammaga.